Latviyada oddiy bir erkakni bir paytning o'zida 7 ta ayol ortidan quvishi mumkin. Bu orzudek tuyuladi, to'g'rimi? Lekin mahalliy ayollar uchun bu og'riqli haqiqat. Chunki bu yerda erkaklar juda ham kam, shuning uchun chet ellik erkaklar juda qadrlanadi, go'yo nodir boylikdek. Tanishuv saytlarida hatto oddiy bir yigitga ham o'nlab ayollar yozadi. Qishloq joylarda esa ayrim ayollar erkakni o'ziga rom qilish uchun uy quradi, mashina oladi, hatto pul bilan yordam ham taklif qiladi. Eng achinarlisi shundaki, bu ayollar oddiy emas. Ko'pchiligi oliy ma'lumotli, bir nechta tilda gaplasha oladigan, juda mehnatkash ayollar. Ko'plari mehribon, sokin, oilaparvar, kechqurun sen uchun ovqat tayyorlab seni kutib o'tiradigan ayollar. Lekin shuncha fazilatlarga qaramay ular baribir muhabbatni kutishadi va bu muhabbat afsuski kelmaydi. Bu muvozanatsizlik tasodifan emas, bu urushdan qolgan iz. Urush erkaklar sonini kamaytirib yuborgan va hozirgacha bu tiklanmagan. Holat shunchalik og'irlashganki, hukumat hatto ko'p xotinlikni qonuniy qilish haqida ham gaplashgan. Endi senga savol, agar sen shu yerga kelish imkoniyating bo'lganda kelgan bo'larmiding? Videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz kommentariyada 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.